Homiladorlikda ko'p suv ichganingiz uchun homila suvlari ko'payib ketgan degan gaplar yolg'on. Homila atrofi suvlarining juda ko'payib ketishi odatda infeksiyaga bog'liq bo'ladi. Bunda homiladorda qanday belgilar kuzatiladi? Qorinning nisbatan katta bo'lishi. Qorin katta bo'lganligi uchun kichik chanoq sohasida tiqilishlar, og'riqlar sezasiz. Bundan tashqari varikozlar juda ham ko'payib ketadi. Farzandingizning, ya'ni homilaning ko'p qimirlashidan shikoyat qilasiz. Nazaringizda xuddi kislorod yetmayotganday tuyuladi. Aksincha, bachadonda joy ko'p bo'lganligi uchun bola aktiv harakatlanadi. Bu gipoksiya belgisi emas. Qorinning doim tarang bo'lishi, diskomfortligidan shikoyat qilasiz va qorningiz tez-tez qattiq bo'lib tonusga tushib qoladi. Bundan tashqari, sizda har xil ajralmalarning suyuq kelishi kuzatiladi. Bunday belgilarning hammasi homila atrofi suv ko'payib ketganligining belgisi. Ma'lum bir analizlar topshirasiz va ginekologingiz bilan maslahatlashgan holda davo muolajasini olasiz. Ko'ribsizki, muammo hal bo'ladi. Homiladorlikni xavotirlarsiz o'tkazmoqchi bo'lsangiz, men bilan birga bo'ling.